Odaya senin için. Yok yok otur. Amin. Allah'ım arzuna dualarımızı icabet kıl. Bu mehmanlarımız kademini çok bugün mübarek değil. Allah'ım Perverdigarım mehmanlarını yoklaganlarni Allah yoklasın. Yani canlarını sağ kılsın. Bu mescitlerde uzağa yıllar elimizge, vatanımızga hizmet kılsın. Hammamiz cemaat bo'lib namozlarni o'qish nasib qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni Allohim ko'rsatgan aradan ajratmasin. Allohim hamisha ibodatlarimizni maqbul ibodatlardan qilsin. Ya Allah. Allohu akbar. Shu vaqt bo'lingda. Bu dunyoning buyuk hikmati, yaratganning aziz ne'mati, do'stim dilu joni rohati, ona joning yoningda bo'lsa, yuragingda Hammamizga Allohim nasib qilsin. Amin. Bu masjidlarda chiroyli bo'lib ibodatlarni qilish. Allohim shu yerda mana xizmat qildi, ko'pgina mana homiylik qildi. Mana halkam bir 2 yilda shu masjidni dunyoga keltirdik. Allohimga o'zi madad quvvat berib turdi. Yoshlarimiz rosa qattiq mehnat qildi. Alloh qilgan mehnat qilganlarga Alloh rohatini ko'rsatsin. Bizlarni yo'qtalab shu kelganlarni chiroyli masjidlarda nasib qilsin. Allohu akbar. hech kiprigingdan ham bo'lmaydi hech, ro'zg'oringda kam bo'lmaydi hech, ona joning yoningda bo'lsa, o'zga shodlik bayram izlama, odamlardan odam izlama, quyoshing bor sen sham izlama, ona joning yoningda bo'lsa, ona joning, ota joning, ota onang yoningda bo'lsa